Do'stlar, mana shu YouTube kanalimizni o'zimizni shaxsiy kanalimiz bo'ladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yomon muxlissan, ish Gulinur. Bilmadim. Mash qizni eshitsam yuragim taskin topadi-da. Kreditlarim ham esimdan chiqib ketadi. Maza qilib eshitaman mash qizni. 18-yanvarda bilasanmi, qanaqa kutyapman? Yangi yilda ham bunaqa kutmaganman-da. Bilasanmi nima bo'ladi? Nimaga? 18-yanvarda konsert bo'ladi Gulinurda. Yo'q-e. Uydagilar qanaqa ish yurishlar qat'iy nazar sanga tashlaymanda, o'zim ketib boraman konsertga. Nima, men ham boraman. Sen uyda ish qilib turishing kerak. Men bormasam bo'lmaydi. Gulinur meni kutadi. Are you sure? Assalomu alaykum bolalar. Sattor aka uyi shu yerdamikan? Men to'yga kelyotgandim, kech qolgandim-da. Aytib yuborsanglar. Jensovet Nodir aka ko'zimga Gulinur bo'lib ko'rinyapti. Jinnimisan Gulinur o'zi qaysi davolaringda so'radi? Ha? Yo'q. Yo'q. Yo, men borolmayman. Yo, jinni. Jinni. Hozir aytam. Sizmi? Assalomu alaykum. Tomoq qurib qoldi. Yomon muxlisizmi? Bitta rasmga tushsak bo'ladimi-ki, luboyingizni ko'rsatib beraman sizga. Bo'ladimi? Ala, o'tir orqaga Max, ketdi. Siz kiyimlarim bor, sig'maysiz. Yo, sen yugurib ketar, yetib olasan-da, uyni bilasan-ku. Ketdi, to'g'riga qaytdim. Qana mo'sha bu tankmi? Dada? Ha? Mahallamizga sizni yaxshi ko'radigan artist keldi. Mavludasan xo'jayim. Yo'q-e? Azulayho. Gulinur. Siz men qayerga olib keldingiz? Men to'yga kech qolyapman. Yo, dadaman muxlisizda, bitta rasm tushmasin-ki. Sizga bitta rasmga tushib olaylik-a, qani. Ana, Sattor uyini men ko'rsataman sizga. Ketdi. Dada, orqada joy yo'q, men qani. Sen yugurib ketaver, men o'zim ko'rsataman. Qani, to'g'riga haydash mashina. Yo'q, hayrat, bu yoqqa. Og'ar, Gulinur. Qayerga olib keldingiz meni? Yo'q, bu o'g'lim tog'asi, siz yomon muxlisiz. Bitta rasmga tushsin, yur. Ana. Ko'rsatib yuborasizlarmi bolalar? Tog'am, rasmga tushyapti. Tushdik. Ha, Gulinur, hammamiz muxlisizmiz-da. Ani yangi qo'shig'ingiz bitta aytib bering. Bolalar 18-yanvar kuni Xalqlar do'stligida konsertim bo'ladi. Borsanglar hamma ashulalarimni aytaman o'sha yerda. Ha, bizda bilet yo'q-ku. Kassadan olinglar yoki mana bu nomerlarga telefon qilinglar. Aytib bermaysizmi? Men sizlarga aytganimda artist zoti kibr bo'ladi. Aytdingiz. Bitta ham rasmga tushmadi mana. Keta qolinglar, bolalar Sattor akani uyini. Kim u? Bilmadim. Kim? Taniyman. Siz kimsiz? Sen nima qilyapsan? Men nima deyman? Adashtirib beraymi dedi. Bor. Bugun Ko'bulchi bilan hisob kitobni tugatamiz, kelsin. Hozir bo'ldi qilenda, hozir ursa yana yig'laysan. Odam yig'laversa ichida yosh qolmas ekan. Meni ham ko'z yoshlarim tugadi. Qaytib yig'lamayman. Seryoznami? Bir og'iz yig'lamayman. Tushlaring oqib ketmaydimi yig'la? Javob. Keldi. To'xta, rejasi qana urishmoqsan hozir? Ayt rejangni. Qara, borasan-da, shapkasi chiroyli ekan deysan. Shapkasi shuni chalg'iganda aperkut urasan. So'kinmi? So'kingami yo'q, aperkut degan zarba bor. Bo'ldi, tushundim. Qanaqaligini bilmadi-yu. Aperkut! Mana aperkut. Bo'lmadi-yu. Bo'lmaydi. Men senga aperkut desam, sen bolta zarba beryapsan. Aperkut urish kerak edi. Kelgan, olib ketdani. Ya'ni yig'layapsan, sen yoshing tugadi-yu. Shunaqa uryapti, shu badandagi qonim ko'z yoshga aylanib ketyapti. Yig'lama, qara. Reja bor, ishlaydigan reja. Ras borasan-da, Spartikka chiroyli ekan deysan. Spartikka shuni chalg'an paytda bakavoy solasan. Bo'ldi. Yana oxirigacha eshitmading-da. Aka, Spartikka chiroyli ekan. Bakavoy! O'xshamadi-yu bakavoy. Ha, o'xshamaydi-da, sen oxirigacha eshitmading-ku, shoshqaloq. Mashinani bakavoy bilan sol dedim senga. O'zing nima qo'shilmayapsan? Men senga reja tuzib beraman. Men rejalarimiz qana urisharding? O'lib ketar eding. Bunaqa kalta yeganda o'lib ketganim yaxshi. Siqilma, qara, reja bor. Ishlaydigan reja. Nima ishimiz chiroyli ekan deymanmi? Yo, unaqa ko'p maqtab bermaydi, o'zidan ketib qoladi. Tekkiz borasan-da, kalla qo'y uxlatasan. Bo'ldi, boshqa variant yo'q. Bo'ldi. Hozir kallangni zo'laman. Behroz. Ha, Behroz. jim ketib tur. Nima deysan? Tanam qolib ketgan edi. Ha, bildim qolib ketganini. Ko'bulchi ketsin, sekin olib olaman keyin. Unga sovuq qolmasmikan? Ha, pechkaga solib isitib beraman.
Do'stlar, mana shu YouTube kanalimizni o'zimizni shaxsiy kanalimiz bo'ladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.